Assalamu alaykum, tordaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün azıraq bir ortaqlaşay dep oyladım. Bugün ben bir eylem emas bir qançısı bilen münazirleşip qaldım. Bu münazirleşishdan özemme nayt qayil dep oylayman. Sebebi qarşı tarapmı meni onda tillap qılgını yo'q. Ortaqlık hasıl. Menden neçe qerindişimiz ayrım xanamda Zümrət xanım deganiniz to'g'ri ekan deganlar bo'ldi. Ba'zilari voy siz mushu dunyo Uyg'ur qurultayini so'zlaysiz, erkin sidiqni so'zlaysiz, lekin bu ishlarni tirishayotgan tursa u bu deb. Nishoni nima desam Uyg'urlarninki lagerni itish deb. Lagerni itish bo'lgan bo'lsa, lager itildimi desam yo'q deydi. Qanday etmoqchiga bilamsiz desam yo'q dedi. Andan keyin nurg'ulg'an savollarni qo'ydingiz, lekin javob kelpaqdimi sizga deganda yo'q dedim. Sababi javob beramaydi dedim. Da'vogarlar hargiz xalqqa javob beramaydi, u mumkin emas dedim. Andan keyin men Meyli Rabia Qadirg'imi savol qo'yib baqdim, Erkin Sidiqqa qo'yib baqdim, Dunyo Uyg'urga qo'yib baqdim. Uning javob kutish niyatida qo'ymadim. Javob beramaydi ular. Chunki yo'shirdi. Mana bugün Tahir Emin efendimmi chiqiribdi 4 yil mundaq qildik, andaq qildik. Dunyo anglamadi, yey aqti ko'kdi deydi degandi. Men uni ko'rmadim. Ama men o'ylaydiganim, sen beshingni toshga ursangmi 72 yil ko'rinib turibdi, hech qanday natijasi yo'q. Mayli Erkin Sidiq efendimga savolni qo'ydim. Yandır tekrar qilayotganning hammasi bir yangilikdek. Uyg'urninki erkiy qirg'inchilik uchirganligini Amerika bekitib bo'lgan holatdimi? Yana Xitoy mandaq bir Xitoy, eliqi yasalma bir Xitoy saqchi, voy maska taqab, voy ko'zoynak taqab. Unda o'yinlarni ko'gili uzun bo'ldi. Mayli 2018 men shu namoyishga borgan vaqtimda voy sapga bir Xitoy suqunib kirib olib mundaq bo'ldi. Mundaq ko'zimizning oldida bo'ldi. Rasmiykimi deb qolgan. Keyin qilsaq, yana birsi bilan paranglashib turgandan keyin, ha, bular asli o'yinkandiq o'rinlashtirilgan ishlarkanda deb turib uni tushundim. Endi deyli, bosqinchilik uchirdim, ahvoldim, ko'k oldim. Bosqinchilik uchirgan bo'lsang, Xitoy bilan birga yashaymadimsa? Savol qo'yib baxmamsa dedim. Anadaki neliqi örkeş devletini biz degen vay 89'ның balları optan bilidi. Onu degen bir tutiya orunda bilettim. Lekin chet elga chiqdik. Xitoy xotini ağını o'zining shaxsiy ishi deyli. Lekin boshqa narsalar-chu. Ular Xitoyni demokratiyalashtirish yoki Gomindangninki quchig'ida o'ltirib nima ishlarni qilyotidi, uni o'zinglar bilsizlar, ko'zinglarning oldidami turadi. Tunögü meyliqi Refaninkini birsi chiqiribdiki, o'rkash davlat Xitoy hukumati Uyg'urlarni bo'ysundira olmaganligi uchun erkiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Appangning yanidami deb javob beray degan batdi. Aqaqning o'lib ketgan ota-onasini tishlab tatma deydi aqchan. Chapanchilar deb o'yladim. Uyg'urni nima uchun bo'ysundiramidi? Uyg'ur aşı zaminning egisi. Shuning uchun uningga qanday qiladi? Xitoy shu qalin yuyish, yana birmi qilish, sizlarningki hamkorlashinglar ostida yanami texim uzartib Uyg'ur teximi qirilib, hamma nima tugisa, shunda holatni saqlayotidi. Hozir o'ylab yiqinglar. Voy ahvoldiq, ko'k oldiq. Men bir qancha mushu deyishgan munozirning ichidagi bir qanchisini qo'yib beray. Anadaki mushu munozirning ichida ba'zan do'stlarim ivatib manda dedim deganni anglatib qo'ydim. Ularning javobini bir ikkisini qo'yib o'tay. Belki qiziq qilsizlar. Voy bizningki yig'imizni anglamadi. Voy davorimizni anglamadi deb. O'ylab baqdinglarmi? Nishonni bildirmisiniz? Xitoy urdi meni. Xitoy men bosqinchilik qildi. Xitoy menda qildi. Siz kim anglamoqchi gapingizni? Adamning o'sha kayni bilan kuladigan bir tema bu. Gapning o'chig'i shu. Siyosatga aralashmagan, hech nima qilmagan odamlarni turmada yotqizib chiqarmaydi. Kesilib ketdi-yu, turmada yotgan, onun ishlagan, buning ishlagan odamni turmadan chiqarib etib siyosat qilganga Yevropaga bu yerga qila olamda. Odamning rasmiy qo'ng'i bilan kuladigan tema bo'ldi qilamoqchi bu gaplarga juma. Shunlarni yoqib, mesela qurultay
süpütüde, dernek süpütüde, bir Uygur süpütüde Xitayda yamanlap geldik. Bizni anı kıldı, manı kıldı, anı bastırdı, manı bastırdı. Biz işinim yok, iş hukuku diyen nersi yok, biz erkinlik yok, dep jığlap durup yakıldık, vaqırap durup yakıldık, içinip durup yakıldık. Dünya anladı bizim gibimizni, bildi. Bizning Xitayning asıp izlayotganimizni haqiqatan bildi. Haqiqatan bildi. Onun üçün mu şu Uygur erkek qirg'ich uchrayotdi degan tamg'in urpadi. Aki dünya bizi avtomatik siyaset nasibida so'raydida, sen nima kerak? Sen qanday qilgan zulmlardan qutulib keta olaysan? Degan vaqtda bir-biriga qarab pititi. Mustaqil bo'lsak qutulib keta olamiz degan gap deyamaydi. Shundoq deyamganki, bu yer bir yolg'on bor degan gap. Siyosat qilganlar siyosatchilar o'tamas. Shunlardan so'ng nishonim yo'q ya, yig'lab kelsa xapoma, yaxshi keta deb keyin o'lib ketadi. Agar bizning maqsadimiz mustaqil bo'lish degan bo'lsa, xo'sh, biz sana majatda yordam qila olamiz, majatdan kechirgin, Xitoy bilan ishimsak bo'lmaydi deydi. O'zi maydan uch qiladi. Biz o vaqtda ma'qullaman uchun rahmat, ma nishonni o'zimiz ma'miz, chunki u zimin Uyg'urning zimini, Uyg'ur o'z oldiga chiqish kerak, boshqa millatlarga ishtirib tursa, shuning uchun rahmat deyishimiz kerak. Mustaqil bo'lamiz degandan keyin shu, maqadim yig'labsa xapomanglar, yaxshi ketadi hamisha deb keyin o'lib ketadi. Siyosatchilar o'tamas, har qatim mashta o'ynavergan keyin o'yinni Aka siyosat jam qarab qo'yib, vaqt rost yig'ildimi yoki yolg'on yig'ildimi? Ha, bo'pti. Deb keyin o'lib ketadigan gap. O'ylab yiqa. Oy, erdim tayoq yedim. Oy, meni urdi, qutqizinglar deb qo'yib, yana yaqinroq shikirib olganda ish bu. Uyg'urga qara, zimin qilamidi yolg'on da'vo. Ziminni qilamiz Uyg'urni qutqizish uchun. Chet elda talay yerda tutilib qolgan Uyg'ur, talay yerda yig'layotgan, ing'irayotgan onalar. Ash erlari palaya tutilib qoldi, pokoyat manda qoldi deganlar. Acayip başlangıcı. Kucuk qağan eyliqi Abduveli Yasindeklergici. Aşının çıkış yolu tepmedi mi? Ma mesele var da siz sualıma cevap verip baksanız dep oylayman. Cevap verip bakınca da anandikin ben o şık yakamayman. Cimmi tutup hem bunları kollap zadı. Oğlanlarını mertip koyay dedim birisiga. Cevap koyupsiz. Çünkü o kurultaylar Xitayning kurultayı olgan Uyg'ur yardım qilmaydi da. Aqsat Xitoy bo'lgan keyin jipin tartib, boshda tushunib, losirni. O'ngshab rimni turgan. Shajim turib oldi. Bir adam ayağına ekip boğucu diye haber çıkardı. Tutumlu adam tutup boğucu diye haber çıkardı. Boyalmakçılar haber çıkardı. Aksan yerimler dayandı ki. Fransa'ya aldık vaktiler. Hani açtım. Ha, o'ylab beqinglar. Men bir ajrashib ketgan ayol. Meni ajrashib ketganligim uchun, dadanglar, yeninglar bo'lmaganligi uchun turmushim bundaq aqdi, ko'kdi deyishimdiki, ashundaq desam bolalarimga. Bolalarim menga eslashlik qilamda, opam agtakis keldi deb o'ylaydiganda, aqli kirgan chog'da, aqli kirmagan chog'da, dadamiz o'g'amiz biz alaydi, bunda xulo o'xshaymiz deb o'ylaydi. Lekin bu bir odamning g'idig'i kelgidek bir sabab ko'rsatish. Odamga o'saga opini bani bo'pti degandek. Vatan davosidimi hozir? Voy, Xitoy unimaydi. Xitoy xalqining ko'ngliga nim qilmanglar. U dunyo qo'rqib ketadi. Dunyoninki tuprog'i emas u, Uyg'urning tuprog'i u. Sen nega chiqsa? Nim deb ular qo'rqib ketadi bekaga. Mustaqillik deganda hech qanday davlat qo'rqib ketmaydi. Yeşil chiroqni degan o'zing besib o'tsa, qizil chiroqni besib o'tib, ana yeşil chiroq yondirsa, o'ylab baxmamsa, aqlingni ishlatmamsa degan gap yo'q. Talay odamlar deydi, "Voy, siz ular o'ylimi qilg'ini chiqildi." Nimani qildi? Nimani anglatdi? 72 yil nimani anglatdi? Turkiyada talay Uyg'urlar bor. So'rlib yurgan u yerda bu yerda pasportim yo'q. Ashunda holatdikilari. Ularchu tiqinib bükünüp bir yerlerde ishlab yurganlar. Ulayliq dernekni oldiga berib pul mundaq qilib yurganlar emas. Men biladigan talaylar bor. Boshqa davlatlardan bor so'rlib yurganlar ishlab o'zini halol emgak bilan jon beqib pasportning g'imida qanday qilimiz deyotgan talay qarindoshlarimiz bor. Ularmi odamdi? Ularmi odamdek yoshig'isi bordi? 40 yoshdan 20 yoshda chiqib 40 yosh bo'lib ketganlar. Ne ayoli bor, ne turmushi bor, ashunda qarindoshlarimiz bor. Ular nima uchun? Vatanning ichidagilar mumkin emas turmaga kirib ketganlarning teshig'i chiqishi. Bizmi Xitoyga ishlagan? Men Jo'xaylonga kotib emasdim. Men ya Abdurmayonning birisining boshlig'iniki bir nimasi, ya oshnisi, ya xotini, ya bir qizi emas. Ashundaqlar Amerikalarda yana bir yerlarda yashayotdi. Ular xotirjam yashay oladi. Ota-onasi bir nimasi birin bo'lib qolsin kela oladi. Bizning kelamaydi. Menmi bir şeyga chiqqili necha yil bo'ldi, lekin uyqamni ichib bu bo'lmaydi ekan.
Bu zemin demesi bo'lmaydi ki bu toyni yo'qli bir ishga birden ma qo'zg'alon bo'ldi deb bostirib o'tadi. Qo'zg'alonni yag'andir bu palkish yiqib o'tirg'i chiqib patalay Uyg'ur qirilib ketadi. Anadagi uning davosini qilamiz deb injiqlab yuriydi ekanmiz. Lekin xoin bilan bir ustalga kelalaydi. Jalab bilan do'stlarga o'xshashli ish. Bir yerga kelalaydi. Tashkilotning yana bir voy davo o'rilib ketmasin, davo mundab ketmasin. Hey qo'yan eri deyamaysan. Bir ustalda o'ltira olaysan. Yurakni berib o'ltirganingni maya qarib qalay. Oshunimi bir nima qilyotdi. Nishonsiz davo bizmi ko'milib ketimiz tuproqqa. Xoylar jalab xotinlarni yana bir-birlarini agashtirib o'ltirib u yerda qilsa, voy madava palonchi xonim, bo'lsa mening ismimni ya Zulfiya deb chaqiringlar, ya Zumrat deb chaqiring, xonim deganda qo'shmanglar. O jalablarning oqig'imi xonim, yana birisining oqig'imi xonim, xoinning oqig'imi xonim, shunda ko'nglim ilishidi bu temaga. Yoki hey deb chaqirsanglar, xotin deb chaqirsanglar, men nima deb chaqirsanglarmi, oqi xonim qo'shmasanglar bo'ldi-ku deb o'ylab qoldim. Bir chaqlarda birlar ashunda deganda, voy palonchining ismini tilga olsangiz sizni degan mundaq qo'ydi, andaq qo'ydi. Voy Amerikaning birasining ismini men xotin desam nima bo'pti deb birsidan deyishibmi ketgan vaqtlarim bordi. Bu mening shaxsiy erkinligim. Zemin deyishim mening erkinligim. Qaqib savol qo'yishim erkinligim. Mishadimi boshliqlar savol qilib inkos yozaveramiz. Elxat ivatimiz manda bo'lmadi, manda sana ko'z qarshi mundaq, majati manda deb yoza olaymiz. Sen Uyg'urning soti yo'q, Uyg'urning qonuni yo'q, Uyg'urning davlati yo'q. Nima uchun baqmaysan uni? Yo'q bo'lsa men qilsam nima bo'pti degan narsa keladi. Sizlar savolmi qo'ymaydigansizlar, ashuna oqidan po'qni ko'tarib, chapanni ko'tarib, ton deganni kiygizib yotgan. Ba'zan hech gapda ton kiygizib qo'ydi haqqa. Hech gapda do'ppi kiygizib qo'ydi. Hey! O'ylab baq. Aqling bo'lsa, po'q yeb cho'mag'ali bo'lsa, odam degan, bunda bir anglab, anqirib, men xatotdi. Men xoinlikni men xatolik da'vatman. Xoinlik degan jinoyatdi. Osiylik degan jinoyatdi degan narsani o'ylab baxmaymiz. Kitoblarni o'qib yiqinglar. Mustaqil bo'lgan, davlat qurgan insonlarniki, shu millatlarniki davlat qurish jarayonidagi kitoblarni o'qib yiqinglar. Ba'zi odamlarga tushundirsangiz, yezib beradi. Yezib bersangiz tushundirib, qisqartib bersangiz. Ozroqmi ishlatmasangmi, yana shu qum bosadi bizning tenimizni keyin tuproq aylanib ketamiz. Qarindoshlaringlar ko'rishamaysa, voy kimli bo'lsa, Mayer so'zlabdi. Voy Refadi so'zlabdi. Voy Refadi ishlaydiganlarni kelib ko'rdik-ku. Bir yo'l bir balvoqniki shu vakolatchi bo'lib yurgan ne bir nimalar bor. Yolg'on desang, o'ddolimiga chiq, men ko'tarib chiqaman narsangni. Xitoy ta'taydan bo'lgandami, opskash Junxonikini yana birisi o'ltirdi. Umr bor. Aşınımı yana manda. Beşinge paytımı yögün ötüp, kakını etiti. Oy balani yakımangla, bana kollaylı. O bu diyen. Oy onda paytımağını çıkara. Kalbini yögeyelsen hesap. Beşinge yögeyen bilen. Xuda arıydı. Xudanın üstüge çıkıvelip oturup, imansız. Ma bundak, ma andak diyeleyse. O vakti sen Allah okumamışsın. Allah ayrıydı. O yakı bağında. Lekin, Allah bergan bosh aql orqaliqmi xoinni xoin petimcha, dushmanni dushman petimcha orimisoq cho'shqidan nima farqi? Cho'shqi yemak uchun jondan o'tkitdi. Nima farqi? Qo'ydan nima farqi? Sok yurgan. Kallamizni biroz ishiltib baqsaq bo'ladi, savol qo'ysak bo'ladi. Xoinning xoinligini avtonomiya talab qilaman degan narsani Robiya Qodir aniq desa, vay İtaliya'da sözleyenleri var, Ömer Kanat'la işkistan. Anadaki mavi Çekoslovakya sözleyen kesip mi çıkarıp koyup baktık. Koyup başka yerler yürüyüsüler. Numus mu kımayısılar? Uygur'unu setiletken bolsa mı, o ülüp ketken bolsa mı, setiletkenleri ülüp ketken bolsa mı? Ola bir insan bir Uygur'un evladı emez mi? Bedenli şu vatandakiler söyledi o. Vatanın sırtıkiler şunu setip yap. Siyasi panalık tilaş nimesiga erişti. Aşlarının kan bedeliga kelgan şu depterini götürüp oltağa vaqtida haq ustida bir eg'iz gap qilsam bo'lmamdi. Gap qilmasammi, xoinni qo'llamasligim kerakdi-ku deganga bir javob izlab baqsanglarchi.
Ben erkesini koysam mı şu? Yani birisini kısam mı? Oy bula Xitayning nimesi? Sen Xitay seni okutup koygandısa, muşundak imtiyaz eriştirgense, ben Xitayning bir nimesi olamdım. Keynin bir bilen külgidekli bir tema bu. Anadaki vay mondak bir palancılar erzi kılmış. Vay çıka erzi kılama bir seninki nim kılaydın dep baktım. Aklın bolsa, o bir Xitay sakçısı, birimizi demesi mi, Uygur'un kırılıp gidip atkanıga özağının işeneceği yok mu? Çokum Xitay çıkıp birimi guvalık belgelik üçün bilemse, yanılışı Xitay'ını otta kızı etip dur, gekimisan gekilamamsa? Digidek ne temila bağı? Türkiye'de ne söyleyip yürgen ballava başka yerlerin türmelerde? Xitay'nın birimizini, Wuhan'da tutulup kalgan eliki birimi çuvuşu. Digenlikini oy mani, köktep kollap çıkıp gitiştin. Uygur'un taladı ahlat toğudun nəs terip yigen şu qeyrindişimiz mi batı? Həcep birəsindən çıqamadın ha? Zon çıqıramaysa demeyse? Əxluşun caydı olsa, kallan caydı olsa, ma çoşqının kallası olmasın üçün sualga cevap tapalaysa. Ananın sütünü emgen bolsan, Xitay atlıp etmegen bolsa, appan ne? Özün Xitay'nın püştü olmasan, sen sualga cevap tapalaysa. Çoşqı göşü yapçın olmagan bolsan. Əxluşun caydı olsa. Bugün ben xericik adam bilen münazırlaştım. Cevap veremse dedim. Vay bir buzuk oturlar var neçe buzuk otur. Geç şu yerde bu yerde beni bilen yazıp moş otun aşı Rabia Kadırgı mındak deydi o. Dolkun İsa'gı mındak deydi o. Hey! Moğtayını mındak tikilip edip oturup işçip ottağın, jalap oynap ottağın adamdı ben nimi deyttim? Meyla Uygur bizdeki de tıllamsa nemiş kısan kunga mı kıstırmayma? Meyla koysun tıllısan. Şu çoşkının ki pokunu ten iyigelliğin o şu ten yambassa şu çoşkılağa. Moştaklı gep. Bir ıstanın jündüsünü ten işke adam aşırı çapan yapıdı. Hata diyemegen iken hep üstüde gözünü yumbilip kulağını itibağının fakat aş pullun sebebidin. Netnin sebebidin. Bommasa hergiz nayak deyse. Bugün diyen gepin ola diyen gepin ola nemiş şunu okşumaydı? Aklın bolsa cevap tapalaysa. Bolsa tazı tıllaş, lekin kamininki göz karşım bu şu. Aklın caydı olsa anlap baksa, ananın sütüge 100 kilolaydan işin olsa, Uygur'u 100 kilolaydıysan, oyqanı açsa, biz mi Xitay'ı işligen, hükümet işligen, Xitay hükümetigen, mektebini bitirip biz mi bölüngen, lekin aklımızı yere çıkıp tapdık, ben türmede yatmagan. Kalk koşa türmede yetip ben baskuçur kuçurdum, oldum, kök oldum dep turup oltağın. Aklın bolsa sualga cevap izlep bak kaknikiga. Anadikin men bilen sözleşsen udul çıkıp sözleş. Onda titi diyen gepni kıstırıp mı koymayma. Rahmet sizlerge.